qaror qabul qilganimda agar o'zimni yaxshi чувствовать qilsam, o'zim his qilsam, значит to'g'ri bo'ladi. Eng to'g'ri qaror bo'ladi. Fikr kelgan bo'lsa, bitta sanga kelmaydi u fikr. Parallelni ikkita uchta odamga kelishi mumkin. O'shaning uchun birinchi bo'lib uspet qilish kerak. Xafa bo'lib ketasan talabalardan, chunki berasan, bilim berasan deb, domla buni qayerdan topamiz, hozir qayerdan olib kelamiz deb xafa bo'lishadi. Klinikadagi personalni tekshirmaganman, kassani tekshirmaganman, ishonib qo'yganman, distansiya ushamaganman xodimlar bilan. Nafaqat finansiy, но emotsional, psixologически страдать qilganman, qiynalganman. Necha ball berasiz o'zingizga? 10 dan men 5 ball beraman. Skromna. 5. Men 7-8 kutgandim. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi epizodimiz umuman boshqacha bo'lishi kerak, boshqalardan. Sababi mehmonimiz nima deydi, kuchli mix kombinatsiya deydimi? Ham olim, ham biznesmen. Shahnoza, xush kelibsiz bizning podkastimizga. Salom. Assalomu alaykum, yana bor. Demak, bugun endi men o'zi bularni olima sifatida bilaman, lekin ko'proq auditoriyaga qiziqroq bo'lish uchun mana siz transition qilgansizda, ya'ni ilmiy faoliyatdan biznesga kirib kelgansiz. Shu bilan birga ilmiy faoliyat to'xtatmagansiz. Joylar menga ko'proq qiziq. Baribir mana o'zingizga qiziq bo'lgan, ya'ni biznes faoliyatda nimalarni o'rgandingiz, umuman siz kutmagan qanaqa bir qiyinchiliklar bo'ldi, qanaqa to'siqlar bo'ldi va savolni mag'izi desak, afsuslanmaysizmi? Masalan, ilmdan biznesga kirib yoki qaysidir bir joylarda balkim sizga qanaqadir bir nima deydi, shunaqa bir afsuslanish bo'lgandir, bilmadim. Endi uni o'zingiz aytib berasiz. Qisqacha o'zingizni mana bioingizni bizga aytib bersangizda, keyin men yana savollar bilan nima qilaman. Bugun men haqimda bo'lar ekan. Siz haqingizda bo'ladi-da, faoliyat. Rahmat taklif uchun. Endi men biznesda unaqa ko'p vaqt emas. Men 5 yilgina shu stomatologiya yo'nalishida klinika yurg'izishi bilan shug'ullanaman. O'zi qanaqa qilib stomatologiyaga kirib kelganman. Oyijonimlar stomatolog bo'lganlar, oyijonim rahmatli bo'lib ketganlar. Ulardan men o'rnak olganman. Oyimlar shunaqa menga primer bo'lganlar, ko'rsatgan o'zlarini primerlar bilan qanaqa qilib bitta ayol, o'zbek ayoli hamma narsaga ulgurishi mumkin degan o'rnak bo'lgandi. Ularda ham klinikani yurg'izardilar. Endi undan oldin poliklinikada ishlaganlar, shunaqa qilib o'sganlar. Keyin o'sha klinikalarni ochganlar, bemorlar bilan shug'ullanganlar, biza bilan shug'ullanganlar, uchala farzandlarni ilmli qilib o'stirganlar. Odamlar bilan birgalikda. Ham hobbilari hamma narsaga ulgurardilar. Shu nima deydi, model поведение menga ham o'tgan. Oyimlardan o'rganib, men stomatolog bo'lishni kichkinaligimdan orzu qilganman. O'sha odamlar bilan ishlashni, muloqot qilishni. Institutga kirganman. Institutda 5 yil, endi bilasizlar, 5 yil institutda o'qiganmiz, stomatologiya yo'nalishi. Lekin meni katta xato emas. Hozirgi yoshlar молодец. Ana juda hurmat qilaman. Praktikam bo'lmaganda. Borganman, oyim oldilariga borib ish o'rganganman. Lekin prям praktikam bo'lmagan. Endi 3-kurs oxirida ketib ketganman. 4-5-kurs полностью shu oilaga bag'ishlab institutni bitirganman. Endi a'lo baholarga emas, 4-5larga bitirganman. Keyin 2 yil dekretda o'tirganman. Dekretda o'tirganman, shunaqa xafa bo'lib ketganman o'zimdan. Voy, endi bolalar bilan o'lashib qolib ketdim, cho'zilib ketdim, hamma уже ishlayapti, magistraturaga kirdi. Manchi degan nima deydi, xafa bo'lganman oyimdan ham, uydagilardan ham, xo'jayinimdan ham. Keyin 2 yildan keyin bolalarimni bog'chaga berib, hammasini shahd qilib, ordinaturaga kirganman. Ordinaturada 2 yil men shogirdlikka tushganman. O'zimning ustozim o'sha ordinaturada mentorimga tushganman. 2 ustozim bo'lgan. Gavharkin, Elbekirxanj, ortodonsiya yo'nalishi bo'yicha. Ular menga shunaqa katta maktab berishgan, baza berishgan. 2 yil tinmay ishlaganman. Ertalab soat 8 dan kech payt o'sha 5-6 gacha ishlaganman.
ularni qanaqa konsultatsiya olib borishadi, qanaqa bemorlar bilan gaplashishadi, qanaqa hammasini o'rganganman erinmasdan. Hozir bir xil yoshlardan xafa bo'lasan, shu mana keyin o'rgan, mana sanga условия deysanda, даже xohlasang mayli через день kelgin, sanga qilib beramiz условия deysan. Xohlashmaydi deb, yo'q menga to'g'ri kelmas ekan, ko'p ish qiynalib ketdik, ish ko'p ekan. Oylik kam ekan. Oylik shogirdlikka tushsang oylik bo'lmaydi-ku. Endi bir xillarda oylik berishadi, bir xillarda berishmaydi. Endi bizani klinikada oylik berilmaydi. Sen o'zingni mehnating bilan klinikaga foydang tegadi и biza senga o'rgatamiz. Endi kitobda yozilmagan narsalarni klinikada praktika orqali, конечно, ko'proq o'rgatamiz. Faqat amaliyotdan oladi u narsalarni kitobda o'rganolmaydi. Albatta. Keyin shu ordinatura bitirib, уже ishlab bemorlarni qabul qilishni boshlaganman и kafedrada qolganman. Mani сразу заведующий kafedramizni kafedrada qoldirganlar, dars berasan, yaxshi senda zo'r ketyapti. Ordinatura paytida berishadi, soatli kelib berishardi o'zi. O'sha o'qiganmiz, o'rgatganmiz, yoqqan o'zimga. Keyin ustozim ilmiy ish qilishni boshlaganlar, o'sha yillar nima deydi, уже защитаga chiqqanlar. Men har bitta etapda endi butun boshidan oxirigacha emas, oxiriga yaqin, bir yil, 2 yil yordam berganman-da. Bemorlar yig'ishga, tam qaysi расчёtlarni sanashlarni, burchaklarni, o'sha doposlilarni rasmga tushirishga, расчёtlarga yordam berganmiz tam. Ko'rganman, что bu juda qiyin, lekin shunaqa интересный, shunaqa qiziqarli bo'lgan. Men даже esimda ustozimlar gruppalarga bo'layotganda случайно 4-gruppani nima deydi, kashf qilganmiz. Voy, mana bunaqa bemor 4-gruppaga qo'shsa bo'lar ekan. Bizda 3 gruppa emas, 4 gruppa ekan deb shu xulosaga kelganmiz. Menga bu qiziq tuyulganda, o'shaning uchun sekin naukaga ham, ilmiy yo'lga ham kirib ketganman. Ham bemorlar, ham ilmiy. Chunki ustozlarim shunaqa bo'lishgan, ham bemorlar bilan ishlashgan, ham ilmiy, ham dars berishardi. Shu menga qiziq tuyulgan. Talabalar bilan ishlash rosa ham yaxshi ko'raman, juda ham yoqadi. Endi bir xillarda xafa bo'lib ketasan talabalardan, chunki berasan, bilim berasan-da, mana buni o'rgan, mana buni olib kel, davay san mana shu instrumentni olib kelgin, saniysan-da, keyin doposlik qilamiz. Domla buni qayerdan topamiz, hozir qayerdan olib kelamiz deb xafa bo'lishadi. Shunaqa talabalar bor. Lekin o'zini ustida ishlaydigan talabalar juda ham ko'p. O'shanga xursand bo'laman. Albatta ham biznes, mana hozir biznesga qanaqa kirib kelganman. 5 yil oldin klinikani qo'limga topshirishgan. Klinikani o'sha holatidan sekin-sekin ko'tarishni boshlaganman. Endi bilasiz, hozir stomatologiyalar juda ko'p. Любой burchakda stomatologiya. Oldin apteka ko'p bo'lardi, stomatologiya ko'p. Qanaqadir narsa bilan stomatologiya отличаться qilish kerak. O'ziga nima deydi? O'ziga xosligi bilan competitive advantage deydi. Da. O'ziga xos nimasi, fishkasi bo'lishi kerak, da. Endi bizda ko'proq ortodontiya bilan, именно ortodontiya, stomatologiyani o'ziga yo'nalishi ortodontiya, shu breketlar, elainerlar bilan shug'ullanish bilan отличаться qilardik. Bitta ortodont emasdi-da klinikada, уже shogirdlarimni chiqarishni boshlaganman. Shogirdlarim qolgan, klinikamda olib qolganman, doktor bo'lib qolishgan. O'zi ko'pincha stomatologiyada bitta ortodont bo'ladi-da, mana haftada bir marta kelib ketadi ishlaydi o'sha kuni. Bizda har kuni ortodont, imенно ortodontiyaga o'qib beramiz. Endi hozir unaqa klinikalar ko'payib ketdi. Yaxshi, bu juda ham xursand qiladi, chunki ko'p ortodont o'zini ustida ishlashni boshlashyapti-da. Ortodontiya o'sha oldingidagi мнение это брекет degan anaqadan chiqib ketyapti. Faqat chetlashyapti. Ko'plar ota-onalar, kстати, ota-onalarga nima deydi, maslahat, esingizda tursin, bolalarni 3 yoshda olib kelishida kerak ortodont ko'rigiga. 12 yoshda emas. Kechmi 12 yosh? Kech, o'sish tugayotgan bo'ladi, jag'larni o'sishi.
tishlar уже joylashib bo'lgan bo'ladi. 3 yoshda, 6 yoshda olib kelsa, ko'p narsa muammolarni yechsa bo'ladi profilaktika orqali. Например, burun bilan nafas olishi mumkin, ololmasligi mumkin, oziqlanish tipi suslashgan, yumshoqroq ovqatli yeyotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa o'zini endi anaqa qilib urf bermay, no bu juda ham katta hozir profilaktikaga biz vнимание ajratyapmiz. Qarang, ortodontlar masalan boshqa klinikalarda haftada bir marta kelishi mumkin bo'lsa, sizlarda masalan asosiy shu vrachlar ortodontlarda и stoma servislar ko'payyapti-da hozir. Ya'ni ekonomikada shunaqa qoida bor-da, talab bo'lmasa nima bo'lmaydi, предложение bo'lmaydi degandaki, bu qanaqa signal bu? Masalan, odamlarning haqiqatda sog'lig'i yomonlashyaptimi yoki shunaqa hozir trend boshlanganmi yo ekologiyami bu, dietami bu? Masalan, men yoshligimda birinchi marta necha yosh doktorga borganimni aniq bilaman-da. 13 yo 14 edi. Ungacha bormagansiz. Ungacha umuman men doktor nimaligini ham bilmasdim, to'g'risi. O'sha men hozir hayron qolaman, o'zimni bolalarimni mana hozir kattasi 8 yosh bo'lsa, bir 8 yoshgacha bir yolg'on bo'lmasa bir 10 marta olib bordim. Yaxshi. Значит, ma'lum qarash. Yaxshi deylar. Uyda значит qarashmoqda bolaga. O'shanga stomatolog. nimaga bu vitamin yetishmaydimi yo bir uchishi qurtlab ketadi, bir tushib ketadi, bir jag'i qiyshaygan deydi. Har xil nimalarda bu qanaqadir buni nimasi bormi? Ta'siri bormi? Masalan, yo atrof muhitmi yo bilmadim yoki bu bolani o'z organizmiga bog'liqmi? Bu ko'p faktorlar bilan bog'liq. Yaxshi savol, juda ham yaxshi savol. Biz mana shu savolni ko'pincha darslarda yoritamiz talabalarni o'ziga ham aytamiz. Bola sizlarga ko'rikka kelsa 12 yoshgacha ketkazib yubormanglar, 12 yoshdan keyin kelasiz brekket qo'yib qo'yamiz demanglar deb urishaman talabalarni. Chunki ko'p даже как это опыт tajribasi ko'p stomatologlarni o'zi shunaqa deydi. 12 yoshgacha keling, 12 yoshda keling, brekket taqamiz, tekislab qo'yamiz. Unaqa emas. Hozir lekin siz to'g'ri aytyapsiz, ekologiyaga bog'layapsiz, lekin hozir ekologiya emas. Ko'pincha bolalarni osankasi mana buzilishi mumkin. Telefon bilan ko'p foydalanishadi. Osankasi buziladi, jag' orqaga suriladi, yuqori jag' oldinga chiqadi. Burni bilan nafas olish ekologiyaga bog'laymiz. Mana stroykalar ketyapti, hamma joyda chang. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, nafas olish o'zgaradi. Og'zi bilan nafas oladi. Og'zi bilan nafas olsa bola germetizm как бы yo'q bo'ladi. Og'zi bilan ochiq holatda jag'lar noto'g'ri o'sadi, tishda noto'g'ri siljiydi, tanligi chuqurlashib qolishi mumkin, tishlariga joy yetmasligi mumkin. Endi sekin-sekin shuni patogenezi razbor qilsak, sxemasi shunaqa. Keyin zararli odatlar ko'p bolalarda. Hozir bolalar maktabda endi darslar ko'p hisobiga soatlar berilyapti, programma chuqurlashgani hisobiga nervnичать qilishyapti, asabiylashyapti. Barmog'ini so'radi, tirnog'ini tishlaydi. Bu ham jag' sistemasida, tish jag' sistemasida o'zgarishlarga olib kelyapti. Keyin eng esingizda bo'lsa, oldin dodavlarimiz aytardi, qattiqroq suyaklarni g'ajaga suxarikga yeyishardi, yerdik, sabzi yerdik, olib tozalab yerdik. Hozir nima? Bolalar yeyaptimi? Savol bering, o'zingizga savol bering. Hozir snikers bilan kola ichadi. Frutanyanya anaqasi, shunaqa pokoleniyasi. Snikers, mayli snikers bolaga prikorm berayotganda ona frutanyanya qilib beradi. Juda yumshoq narsalardan beradi. Go'sht yemaydi bolalar, ahamiyat bergan bo'lsangiz. Anaqa farsh yeydi, uyda o'sha farshli nimadirlarni yeydi. Go'sht oldin bizni постоянно yerdik. Chaynash kerak deysizda, ishlash kerak-da. Albatta, bu tish jag' sistemasini erinchoqligiga olib kelyapti. Bolalar erinchoq, yaxshi o'smayapti, tishlariga joyi yo'q. Endi hammasi bir-biriga bog'liq. Shunaqa ko'pincha savolingizga javob berdim deb. Yo, berdingiz-da, tushunarli. Tishlarini yaxshi yuvmayapti bolalar, vaqtida tozalashmayapti. Mana hozir ko'p zubnoy pastalar, zubnoy щеткаlar nima deydi, taklif qilyapti marketingoviy anaqalar, kompaniyalar, no
bolalar ulgurmayapti yoki uyda ota onasi kimdir kontrol qilishi kerak. Oldin bolalar qanaqadir aytganingni qilardi. Hozir bolalar sal Da. aytganini Da. это muhit aytadi. Uydagilardan ham uydagilarni Siz qanaqa o'rgatasiz o'zingizni bolalaringizga? Qanaqadir o'sha odatlarni singdirasiz? Vaqtida yuvish kerak, qarash kerak, chayish kerak yoki vaqtida doktorga borish kerak. Endi o'zi doktorsiz qarab turishingiz kerak. Borgin deysiz. Mana shunaqa deysiz-u, lekin mana ikkala bolam ham har xil. Qizim aytganimni qiladi, tam ko'proq o'ziga qarab, tishlaringni yuvgin deyman, tozalagin deyman, tozalab, kirib o'zlari Qizg'idi bo'ladi, qarayapsiz. oynani oldiga telefonni qo'yib oladi, tozalab, tishlarini akkuratно yuvadi. O'g'lim yuvmaydi, umuman tozalagisi kelmaydi, xohlamaydi. Majburlaymiz endi xo'jayinim bilan yordam beradilar. Ular qo'shilib turadilar, davay ertalab zavtrakdan keyin, nonushtadan keyin yuvish, tozalash kerak. Ko'pincha noto'g'ri tozalashadi. Zavtrakdan oldin tushing bilan tishingni yuv deyishadi. O'zi даже ota-onalar o'zi bilmaydi, что Zavtrakdan keyin. zavtrakdan keyin tozalash kerak. Vaholanki ovqat yeganingizdan keyin ovqat qoldiqlari tishingiz ustida qolib ketadi-yu. Keyin уже yotishdan oldin ko'pincha ovqat yegandan keyin o'sha ujindan keyin deb aytishadi, lekin ujindan keyin yana nimadir yeb qo'yadi-da bola. Shunisi bor. Shunisi bor. Bekitib borib холодильникка ochib nimadir yeb qo'yadi. Lучше yotishdan oldin. Kravatini oldiga olib kelib qo'yish kerak ekan. Hozir вообще yo'rishqlar paydo bo'lgan, irrigatorlar paydo bo'lgan, ko'p narsalar berildi, taklif qilinyapti. O'shalarni ham kiritish kerak. Nafaqat tish shotkasi va tish pastasi, tish nitkalari, flosslar, irrigatorlar va boshqa kerakli qo'shimcha moddalarni ham ishlatish kerak. Xullas, ota-onalar baribir javobgarmiz-da bunga. Yosh bola o'zimizni kontrol qilmasak, ular endi to'g'ri bo'ladi agar shu masalan qizimiz, o'g'limiz o'zi ham qiziqadigani bo'lishi mumkin, borib ishini yuvib yoki harakat qilmasa, baribir o'zimizni kontrolga olishimiz kerak. Rahmat. Klinika haqida gapirib bering. Masalan, komandangiz haqida, vrachlar kelgan. Menga qiziq tarafi qanaqa yig'asiz shunaqa komandani, vrachlarni qanaqa ishga olasiz yoki o'sha qanaqadir malaka oshirish bir o'zingiz yana trening qilasizmi komandada? Qanaqa ishlaysiz odamlar bilan? Yaxshi savol. Klinikamiz katta emas. Klinikamiz xodimlarning soni 12 ta bo'ldi. Endi bu assistentlar bilan birgalikda. Kadrlar masalasi juda ham aktual, juda qiyin, chunki endi hozir suhbatga chaqiraman, bir hozir administratorni qidiryapmiz. Administratorni 2 yildan beri qidiryapman. Kelyapti, ko'ryapti, ishlayapti. Bizga to'g'ri kelmaydi, yo'q ularga to'g'ri. Sovchilik ham 2 yil yurishmasa kerak. Hozir administrator 2 yildan beri yurishadi. Sovchilik 2 yil. Erishdim. Hozir поколение зумеров deyiladi-yu. Зумеры. Вот. Они не хотят работать, хотят легкие деньги Да. и работать не хотят. O'rganish qolamaydi. O'rganish xohlamaydi, vaqti yo'q. Nimadir gapirsang xafa bo'lib oladi. Ko'nglini topish kerak, voy. Давай, mamnaqa, tam, скажем, Hadichaxon, o'tiring, o'rganing, sizga tushunarlimi deb o'rgatish kerak. Lekin ko'p kim 30 yoshdan oshganlar yaxshi tez o'rganadi. Bizani поколение ta'lim. Обязательно o'rganadi. Mas'uliyat bor. Mas'uliyatli. Yoshlarda kimdir harakat qiladi, kimdir qilmaydi. Kimdir o'rgangisi keladi, kimdir xohlamaydi. Men bu narsani boshida dogovoриваться qilmaganmiz-ku deydi-da. Qo'shilmaydi. Yo'q, men buni qilmayman deydi. Biz endi baribir klinika bu ish joy, o'rganish Xohlagan ishda, xohlagan joyda baribir nimadir chiqadi, qo'shimcha. Nimadir qo'shiladi, qo'shimcha bo'ladi. Stomatolog masalasi menda muammo yo'q, chunki o'zim institutda ishlaganim uchun meni ko'plar biladi. Например, Instagramga qo'yaman, нам нужен стоматолог, там terapevt, ayol kishi terapevt kerak, там yoki ortoped kerak deyman, sразу yozishadi. Endi talabalar ham yozishadi. Talabalar bizga yozmasin, bizga o'sha diplomi bor, kvalifikatsiyasi bor odamlarni yig'amiz. Endi men talab qilmayman, stajing tam 10 yil bo'lsin, 15 yil bo'lsin. Mayli, stajing kam bo'lsin, lekin harakatchan bo'lgin, o'rganging kelsa o'sha bilimingga, nima deydi, mas'uliyatingga ahamiyat berib,
ko'proq mas'uliyatga тоже urg'u beraman. O'zida harakat bo'lish kerak. Harakat bo'lish kerak. Keyin assistentlar masalasida hozir bilsangiz kerak, stomatologlar bitta o'zi ishlamayapti. Как бы работа в 4 руки deydi ruschasiga aytganda. Qo'lini 4ta qo'l degani bu o'sha o'zing ishlaysan, yoningda assistenting bo'lishi kerak. Har bitta stomatologimga assistent olib berganman. Ular talaba bo'lishi mumkin yoki ordinator yoki magistr bo'lishi mumkin. Kimdir endi menda problema yo'q u assistentlar bilan. Chunki ko'plar meni biladi, o'zi iltimos qilishadi. Mumkinmi? Даже очередda turishadi. Я говорю, keyingi yilga yoki mana bu kitobni o'qib kelgan. Yaxshi-da. Mana bu kitobni o'qib keldingman, kimdir o'qib keladi yarim yildan keyin, o'shani olaman. Agar bo'ldi o'qib ketsam, yo'q bo'lib ketsa, bu значит это не наш. Unga ham yaxshi. Unga ham yaxshi, bizga ham yaxshi. Chunki, например, qanaqadir savollar berishimiz mumkin. Например, gapirish tushuntirayotgan bo'laman, хотя бы o'sha kitobni o'qisa, nimadir tushunadi-da. Faqat praktika, faqat Хотя tilini tushunish kerak. Tilini tushunish kerak-da. Вот. В принципе, shunaqa treninglar o'tkazamiz. Biz institutdan boshqa kafedradagi domlaga aytaman, bizga mana shunaqa trening o'tkazib ber. Mana ortodontlarimga parodontologiya, milklar haqida yoki ortopediyadagi domlalarni to'sh chaqiraman, davay o'tib ber deyman. Kimlargadir bu qiziq, kimlardir xohlaydi, kimlardir xohlamaydi. Именно domlalarni o'zi. Lekin ko'plar davay sizlar o'tib beraman deb o'ziga aytishadi. Ham meni klinikamdagilarga yaxshi, ham ularga yaxshi-da. Chunki двусторонний договор bo'ladi. Вот. Keyin albatta bizada har даже nafaqat stomatolog doktor vrachlarimga, no и медсестра, средний, младший medpersonalga ham men bilimiga yordam beraman, bilim olishga yordam beraman. Например, qanaqadir platniy seminarlarga yuboraman. Qaysidir qismini to'lab berishim mumkin, qaysidir qismini ular to'laydi. Stomatologlarga у нас договоренность есть, shunaqa 25% men to'lab beraman deyman. Qolganini o'zing. Они с удовольствием borishadi. Bu juda ham katta yordam, chunki bitta hozir endi sekret emas. Как minimum yaxshi seminar dollarda yetadigan bo'lsa $200 turadi. Bir kuni, например, 2 kuni 400 bo'lishi mumkin, 500 bo'lishi mumkin. Bu ham qimmat, no? Klinika qanaqadir yordam bersa, bularga ham motivatsiya, bizga ham yaxshi. Medsestralarim ham xuddi shunaqa berganman yordam. Borib, maza qilib, o'rganib, ko'p narsani o'rganib kelishgan. Masalan, o'sha bitta vrachni yoki o'sha medsestrani ishga olmoqchisizda, onboarding deydi. Birinchi suhbatga kelgandan boshlab qancha taxminan vaqt kerak sizga bo'ladi o'shani haqiqatda bizani komandaga qo'shishga qaror qildim deguningizgacha qancha vaqt o'tadi? Orasida tez bo'ladimi? Boshida men bir hafta испытательный срок deganman. Keyin qarasam kam ekan. Juda kam. Endi men opitim kam edi, men bilmaganman. Endi tepada yordamchi nima deydi? Rahbarim yo'q, ustimda turadigan. Endi tanishlarimdan, nastavniklarimdan so'ragan. Hozir 1 oy, minimum 1 oy, atak 2 oy davomimiz, lekin 1 oyda уже ko'ryapti. Agar bilinyapti. Mayli, davay qol dedim bitta administratorimga. U institutga kirib ketdi. Bo'ladi. Endi вот именно bizga to'g'ri kelganda, institutga kirib, iltimos ishli, yarim kun ishli deyapti. No, endi ko'ramiz deb. Bir-biriga keltirish qiyin. Albatta. Shunaqa vaziyat bo'lgan, savoli teskarisi unda. Kerak emas u xodim sizga. Nima deydi? Qo'pol qilib aytganda haydash kerak. Chopish kerak. Chopish kerak. Shunaqa bo'lganda. Qanaqa gaplashasiz, qanaqa tushuntirasiz? Endi biz boshida gaplashmaganmiz yoki agressivlari bo'lganmi? Har xillari bo'lgan. O'shaning uchun hozir endi boshida договоренность bo'lmasdi, men endi yoshida bunaqa pismenni tam yozmasdik. Hozir уже kelishib olamiz. Agar bizga siz to'g'ri kelmasangiz, biz sizga to'g'ri tushuntiramiz, o'tkazib gaplashamiz. Xuddi shunaqa. Biz sizga to'g'ri kelmasangiz, siz ham kabinetga любой moment kirib, men bilan gaplashishadi. Bez obid, umuman xafagarchilik bo'lish kerak emas deb kelishib olamiz.
и mana shu kelishib olganimiz ancha o'sha anaqa etaplarni yumshatadi. Bir biringlarni yaxshi tushunib olasizlar. Tushunolamiz. Kim nima xohlayapti, kim Ha. Например, ularga to'g'ri kelmasligi mumkin, что, например, там дополнительно qanaqadir mas'uliyat qo'shyapmiz yoki vaqt bir xillarda tam 6gacha emas, 7gacha qolib ketishimiz mumkin. Patsient bemorlar mana yozda juda ko'p bemorlar keladi, chunki kanikulga hamma chiqadi, ota-onalar bolasi bilan shug'ullanishni boshlaydi. Qolib ketishimiz mumkin, to'g'ri kelmasligi mumkin. Endi har xil vaziyatlar bo'ladi. Endi sekin tushuntiramiz, ular ham aytishadi, bizga to'g'ri kelmayapti deyishadi. Или biza тоже, например, aytganini qilmayapti. Bir marta aytdik, 3 marta aytdik, pismенно yozdik. Ushib qolyapti, anaqa muloqot qilolmayapti, aytdik, davay yoki o'rganib kel muomalani, keyin kelib biz qabul qilamiz desam yoki qara o'zing dedi. O'sha kelishuvda qarang, Shahnoza qanaqadir KPI deydi, masalan, o'zini bir nima deydi, ko'rsatkichlari kerak bo'lsa-da, masalan, ishga vaqtida kelish yoki tam bir oyda, ну, mayli, условно aytaman, tam 20 ta patsient ko'rish yoki masalan 10 ta pozitiv отзыв olish. Qanaqadir shunaqa KPI'lar belgilaganmisiz yoki u ish jarayoniga qarab o'zingiz hal qilib ketaverasizmi? Masalan, kim yaxshi ishlayapti, kim sal bo'shroq ishlayapti, kim mas'uliyatliroq, kim sal boshqacharoq, uni qanaqa siz aniqlaysiz, belgilaysiz? Endi KPI sistema bu judayam nima deydi, motivatsiya beradigan sistema. No bir xillarda xalaqdan berar ekan. Bo'ladi. Da, bu xalaq berar ekan. Endi klinikam katta bo'lmagani hisobiga bu sistemani prям досконально shu dokumentalni kirgizmaganman. Endi planda bor, уже bizda strategический shu nima deydi, Развитие. plan развития qilib qo'yganmiz. Sekin-sekin bu narsani kirityapmiz. Hozirgi kunda masalan medsestralarga, assistentlarga ko'pinchada vrachlarga KPI shart emas. Ular finansoviy moliy o'sha tarafini o'ylashadi. Albatta KPI sistema именно ko'proq yosh mладший medpersonalga nima deydi, biriktirilgan. Например, soatidan, vaqtidan ko'proq yuvib qo'ysa, ishlab qo'ysa, тоже doplata qilinadi. Oy oxirida sanaladi и doplata qilinadi. Keyin masalan patsient mamnuncha bo'lsin degan narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q. Endi majburlanmaymiz-ku. Harakat qilyapti, bilyapmiz, ko'ryapmiz, chunki hammasi yoshlar bizda. O'ziga plus, o'ziga plus hisoblanadi. Shuning uchun unaqa KPI sistema endi lekin ustozlarimdan yoki boshqa klinikalari bor, dugonalarim, rahbarlar bor. Ulardan sekin-sekin o'rganib, bu narsani o'sha targ'ibot qilyapmiz. Mana hozir klinikam remontda. Bir oy remontga yopilganman. Tozalayapti deylar, hamma. Sotib yubordim ko'p narsani. Ko'p talabalarim, hamkasblarim olib ketishdi. O'sha kimdirga shkaf kerak bo'ldi, Qachon ochiladi? oktyabr oxirida. Открытиyaga kelinglar. Kelamiz. Dentalis Nur klinikasi, lekin bizda hozir brending bo'lyapti. O'zgaradimi? O'zgaradi. Ozgincha o'zimni pochirkimni kirgizaman. Hozir poka aytolmayman qanaqa nazorat bo'ladi. Kutinglar. Keyin kamera o'chgandan keyin yetib ketadi. Xo'p, qarang, shunaqa savol. Marketing va sotuv bo'yicha sizda alohida shunaqa blok bormi o'zi? Klinikada ishlaydigan shunaqa personal bormi? Men Instagram kirganimda ko'proq o'sha sizni yuzingizni ko'rdim. Menga yana bitta yoqqan nimasi bo'ldi. Один день из жизни ortodonta degan bitta nima bor ekan, rolik qo'yilgan, uni ham ko'rdim. Ya'ni marketing o'zi masalan продажlar bilan bormi? Kim shug'ullanadi? O'zingizni hozirgi mana shu kunda именно mana shu bilim ko'nikmalar marketing va sotuv bo'yicha 10 balldan deylik, o'zingizga necha ball bera olasiz? Masalan 5-6 yil bo'libdi ana boshlaganingizga biznesni marketing sotuv bo'yicha. Qanaqa bahola olasiz o'zingizni masalan obyektivno agar aytsangiz? Marketing sotuv bo'yicha spetsialniy odam yo'q, lekin
endi продвижение bo'yicha bunaqasi SMM. SMM Да. komanda Content. bor. Endi har xil komanda bilan ishlab ko'rdim. Kim bilandir ishladim, kim bilandir ishlamadim. Agentstvalar bilan ishladim. Yoqdi, yoqmadi. Вообще judayam opitim katta. Ko'p narsani обещать qilishadi. No, qilib berisholmayapti. Boshida hammasi bo'ldi, mana bunaqa chiroyli keyin даже по срокам не укладываются. O'sha muddatga kirmayapti. 1 oyda bo'lish kerak narsa 2,5 oyda bo'lib ketyapti. Topshirasanmi? Qachon topshirasan? Shu vaqt bo'ladi. Hozir skoro deb shunaqa. Endi sekin ko'plar bilan xayrlashdik. Akkuratно biz ular bilan gaplashamiz, so'rashamiz, salom alik qilamiz. Hozir вот меня устраивает, какая mani tempimga to'g'ri kelyapti. Komanda. Yangi komanda. Tempimga to'g'ri kelyapti. Man tez ishlaymanda. Man ideyaga keldim, сразу o'shani осуществить qilishim kerak, etishim kerak. Давайте bunaqa qilamiz, давайте bunaqa qilamiz. И menga nima deydi? Tez adaptatsiya qilyaptilar. Da. Ulguryaptilar. Mani tempim juda tez. Men birdaniga 5 ta, 4 ta masalani yechaman. Так, ikkinchi savol. Nima deydi? Как rukovodитель sifatida, как sotuv sifatida necha ball qo'yasiz? Necha ball berasiz o'zingizga? 10 dan men 5 ball beraman. Скромно. 5. Men 7-8 kutgandim. Yo'q. Nimaga? Birinchidan meni ko'p xatoligi boshim tegib qolgan. Qanaqa xatolik? Bu klinikadagi personalni tekshirmaganman, kassani tekshirmaganman, ishonib qo'yganman, distansiya ushlamaganman xodimlar bilan. Mana shu deb nafaqat finansoviy, mana hozir ko'pincha biznes это finansi. Nafaqat finansiy, но эмоциональный, psixologически страдать qilganman, qiynalganman. Chunki men juda чувствительный odamman, sezuvchan odamman. Odamlarni xafa qilgim kelmaydi. Endi mayli, xafa bo'lmasdan, mayli aytmay qo'yaylik. O'zbekchilik. Keyin sekin xarakter stержень formirovatsiya qilgandan keyin уже там o'qidim, 1 oy o'qidim. Unaqa mumkin ekan, mumkin emas ekan. Sekin kiritishni boshlaganimda men сразу yomon direktor bo'lib qoldim. Juda talabchan bo'lib qolding, strogiy bo'lib qolding. Biz nima deydi? Bizani tushunmayapsan degan narsa. Qiynalib qolishdi. Tekshiruv boshlandi. К вам идет revizor dedi, проверкаga kelyapti tekshirgani. Bu narsa yoqmadi, kimgadir yoqdi, chunki порядок bo'ldi. Наоборот, ishlash osonroq bo'ldi. Kimgadir yoqmadi unaqa odamlar. O'zi ketdi, biz xayrlashdik, ular bilan hammasi bilan yaxshi отношениядamiz. Endi shunaqa. Endi sekin o'zimni xatolarimni to'g'rilayapman. Nima bilan bu xatom bog'liq deb so'rasangiz, ilmiy ishim bilan bog'liq. Chunki men urg'uni ko'proq ilmiy ishga berdim. Vaqtim yetmadi. Bemorlar bilan ishladim, ilmiy ishim, biznes qolib ketdi. 30% bajardim o'sha biznes masalasida 30% mana anaqam bo'ldi. Nima deydi? Uchasiyam bo'ldi-da. Tak bemorlar, chunki bemor yig'ishim kerak. Ularni analizini qilishim kerak, ularni statistikasini qilishim kerak. После hammasini o'sha ilmiy ish bilan bog'lan. Keyin bo'ldi, men ishonaman, men ketdim. Men institutga ketdim. Собрание, bir kun oldin собрание, 2 soat oldin собрание bo'ladi deb aytib qo'yish. Yugurib boraman. Bemorlarim, nima deydi, talabalarim Это одно, например, institutda ishi bor, institutda mas'uliyat bor. Unga ham nima deydi, urg'u beraverdim-da, biznes qolib ketdi. Endi men afsuslanmayman, umuman afsuslanmayman, chunki bu men uchun juda katta maktab bo'ldi. Endi yoshlarga maslahatim, endi kattalarga maslahat bera olmasam kerak, o'zim yoshimdagi mana endi klinikasini ochmoqchi bo'lgan yoshlarga maslahatim, agar o'zingizda finansoviy gрамотность masalasida bilimlar bo'lmasa yoki upravleniyada bilimlar bo'lmasa, yordamchi olinglar. Yordamchi.
yoki bu yordamchingiz o'zingizni qarindoshingiz bo'lishi mumkin, turmush o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin. Ishonchli odam. Ishonchli odamda yoki qanaqadir не знаю, kim nima bo'lsa ham o'sha ishonchli Sinovdan o'tgan, ishonchli sinovdan odam bo'lishi o'tgan tekshirib olish kerak. kerak. Albatta bu oson emas, butunlay topshirib qo'yish, lekin ko'p masalalarni hal qilar ekanda. Siz o'zingiz tekshira olmaysiz, hamma narsaga 100% vnimaniyingiz yetmaydi. Albatta kimnidir yordamga olishingiz kerak. Mayli o'sha хотя бы kassasini tekshirsin, xodimlarni o'zingiz tekshiring-da. Bu yerda men ko'pincha mana aytaman shu rahbarlarga ham, mana shogirdlarga ham, odam masalan nimadir yangi narsa boshlaganda yoki yangi masalan ishga kiradimi yoki bir proyektga kiradimi, agar u birinchi marta yoki ikkinchi marta bo'lsa, o'zi nima xato qilayotganini o'zi bilmaydi-da. Boshqacha qilib aytganda, nima bilmasligini o'zi bilmaydi hali. O'shaning uchun ham siz aytgandek bor bu narsa. yo'q, hammada bor. O'sha 4 ta 5 ta stadiyasi o'zi bor deydi. Ular siz aytgandek mentor kerak yoki o'sha ishonchli bir qarindoshim, do'stim, sinovdan o'tgan odam kerak bo'ladi yonida. Bu muhim. Hozir qarang, bitta gap aytdingiz, menga juda ham yoqdi. O'shanga hozir qaytmoqchiman. Men buni boshqa nimalardan ham eshitganman, coachlardan kerak bo'lsa. Men masalan bitta qaror qabul qilgandan keyin tez o'sha ishga kirishaman dedingiz-da. Bu juda ham muhim, ayniqsa hozirgi masalan bizning asrda. Chunki raqobatchilar o'tib ketadi. Yoki biz o'sha o'ylab o'tirguncha ular o'sha 2 ta 3 ta iteration qilib, test qilib kirib ketadi bozorga. Mana shu qaror qabul qilish jarayoningiz menga qiziq. Masalan, konkretni bitta misol deylik, faraz qilamiz, tam bitta filial ochmoqchisiz yana. De sizga qancha vaqt kerak shu qarorni qabul qilishga, nima faktorlarga asosan shu qarorni qabul qilasiz? Yoki deylik bitta filial yopmoqchisiz, deylik teskarisi. Yoki shunga o'xshagan yana boshqa nimadir, bitta xodim ishga olmoqchisiz yoki xodim ishdan bo'shatmoqchisiz. Sizga qancha vaqt kerak, qanaqa faktorlarga asoslangan holda mana shu qarorni qabul qilib, o'sha bu savolni yopasiz. Parallelni ishlab ketiraman afsuski. Tezda qaror qabul qilish nimasi qanchalik sizda? Menda bu sal sekinroqda, ochig'i. Agarda bu endi men savol beraman, urgent yoki important, qanchalik bu srochno, qanchalik bu muhim, o'shanga qarab kerak bo'lsa, counseling bo'ladi. O'zingiz bilan o'zingiz. Yo'q, nimani mutaxassislar bilan kerak bo'lsa, bo'lmasam tashab qo'yaman-da mazmuni. Nima deydi? Think about the sleep with it degan gap bor ingliz tilida. Nada поспать. Переспать. Manda zaboshni chora. Мы с вами похожи. O'xsharkanmiz. Teletmasmisiz? Yo'q, ham o'yinman. Symbol. Похожи. Xullas aytmoqchimanki, siz o'sha qaror qanaqa, nima asosida, qanaqa faktorlarni siz inobatga olgan holda qanchalik tez qaror qabul qilasiz? Ilyu masalaga bog'liqmi, katta kichiklik? Shunaqa, masalaga bog'liq. To'g'ri, savol va juda ham zo'r savol. Har xil masalada har xil reaksiya bildiraman. Bir xilida reski men ko'ryapman, o'sha xodim masalasini ko'ryapman, sekin u xodim o'zi ishlagisi kelmayapti. Yoki tam bizani klinikaga to'g'ri kelmayapti. Men gaplashaman-da o'sha xodim bilan. Ishlaysanmi yo'qmi? Ishlaging kelsa, ishla. Ishlayman, harakat qilaman deyapti. Charchadim deyish mumkin. Harakat qilaman, har xil anaqa bo'lishi mumkin. Men aytayapman, agar ishlaging kelsa, bizning klinikamiz san uchun ochiq. Lekin mana faktorlar ishlaging kelmayotganligini ko'rsatyapti. Bu to'g'rimi, yo'qmi? Takoy chestный разговор bo'ladi. Aytyapti-da, charchadim. Mana shunaqa xodimim bo'ldi, men charchadim. Imploymentman, har kuni ishlagim kelmayapti. Man ko'ryapman, что mani kreslomni занимать qilyapti, vaqtimni занимать qilyapti-da. O'sha kresloga boshqa xodim turibdi tepasida. Men ishlasam bo'ladimi? Yarim kun xatsam ishlaydi deyapti. U 2-3 ta patsient ko'radi, целый kunimni band qilyapti. Keyin o'shanaqa holatlarda birgalikda qabul qilyapmiz. Mana agar bo'ldi, agar ketaman desang, bemalol unaqa ko'rib. Lekin qaytaman ishlayman desang, bemalol kelsang bo'ladi deyman. O'shanaqa holat bo'ldi-da, eng tez qabul qilgan qarorim o'sha. Qolgan masalada, masalan, yangi filial ochish, men uni 3 yildan beri men o'ylab yuribman haligacha. O'ylab o'tiribsiz. 3 yildan beri
o'ylayman kattaroq manga расширяться qilishim kerak. Buni o'rtoqlarim ham eshitdi, hamma eshitdi, uydagilar eshitdi, tanishlar ham eshitdi. Men расширяться qilishim kerak, men расширяться qilib nimadan boshlashni bilmayman. Coachim bor. Menga есть o'sha o'zimni bemorim. По совместительству coachim bor. Ular bilan ham maslahatlashdim. Men hali yangi filial ochmagunimcha biznesimni yopib berdilar. Faqat именно o'sha filialni yopdilar. Nimaga? Chunki sen hozir mana shu biznesing yaxshi ketyapti. Sen ko'proq o'zingni brendingga urg'u ber dedi. Shu masalaga, shu fikrga kelishim uchun menga 2 yil ketdi. 2 yil men filial ochish anaqasi 3 yil o'yladim. Oxirgi ikkinchi yil уже всё ochmayman faqat. Nimaga? Chunki hozir men ochsam birinchidan finansiy stabilnostim pasayadi. Chunki ham u yoqga qarashim kerak bo'ladi. Psixologический statusim pasayadi. Charchab qolaman. Bolalarimga ulgurmayman, oilamga ulgurmayman. Hobbilarimni yaxshi ko'raman, ularni tashlab keta olmayman. Да, конечно, ko'p biznesmenlarning gapi riskovatlarni, надо riskovать. Lekin ayol kishi uchun men o'ylaymanki, baribir o'ylab ish qilish kerak. Men o'ylab ish qilaman. Eng keyin meni minus tomonim, endi может быть bu plusdir. Men uchun plus, может быть или minus, bilmadim. Ko'p odamlar bilan maslahatlashaman. Bu o'sha mentorim bo'lishi mumkin, ustozim, boshqa professiya bo'yicha ustozim bo'lishi mumkin, ota-onam, qaynotam, xo'jayin. Maslahatlar, siz nima deb o'ylaysiz? Siz nima deb o'ylaysiz? Siz nima deb o'ylaysiz? Men bunaqa qilsam to'g'rimi? Hammani мненияsi har xil. Lekin qaysidir мнение ko'proq повторяться qilishi, takrorlanadi. Men bilan созвучный bo'ladi. Menga to'g'ri keladi. O'shani qabul qilaman. Keyin kimlardir мненияsi yoqmasligi mumkin. Fikri yoqmasligi, chunki menga сопротивление bo'ladi. Yo'q, men bunaqa bilolmayman, u bilolmaysan, bilolmayman. Bir xillarda ularni eshitaman, bir xillarda eshitmayman. Endi baribir o'zim oxirida o'zim qaror qabul qilaman. Men aytolmayman tez qabul qilaman deb, lekin ideya kelsa, qanaqadir ideya, всё spontanniy. Например, hozir men remont boshlashim kerak-da, или yo'q, mana shu mebelni almashtirishim kerak. Точно shuni qilishim kerak-da. Agar qilmasam qolib ketadi. Lekin remont masalasida shu qiziq narsa bor. 3-marta уже remont откладывать qilyaptik. 2 marta qoldirdik, chunki finansiy, boshqa masalalar, bu yerda bemorlar. 3-marta ham qoldirishga meni undirishyapti. Hozir to'xtab tur. Pul yig'ib olaylik, anaqa qil deyishdiki, "Oy, может быть, shunaqa qilaymi" deb o'yladimda, keyin olib qarasam yo'q. Yo'q, hozir agar shu remontni qoldirsam, o'zimni Shahnozadek his qilmayman, chunki men xohladimni qilishim kerak. Ko'zim yetdi. Finansiy поддержка bo'ldi. Ideya уже kerak edi. Men ko'ryapman, что надо сделать ремонт. Qilishim kerak bo'ldi. Обязательно. Agar remont qilmasam nima bo'ladi? Qilsam nima bo'ladi? Hozir qilsam nima bo'ladi? Hozir qilmasam nima bo'ladi degan такой savollar berdim. Yozib chiqdim. Kстати, men vizualman, yozaman. Hamma dnevniklarimni ko'rsangiz, 16 yoshimdan beri dnevniklarim bor. Qizil rang, fioletoviy rang. Har kuni yozasizmi? Yo'q, har kuni oldin har kuni yozardim. Hozir telefonda unga zametkada yozib qolaman, bir xil narsalarni yozaman. Tak oldin o'sha anaqa yozib, vaqtim ko'p bo'lgan paytda yozardim. Hozir kamroq, haftada bir marta хотя бы plan недели qilaman, plan месяца qilaman, perspektivniy plan xulosalar. Nima qildim, nima qila oldim, qila olmadim, qoldi, qolmadi, shuni bekor qildim. Endi как kniga благодарности deydi. Да. Shu planingiz masalan yozgan rejalaringiz necha foizi realizovat qilasiz oxirida? Reflection qilganda. Men har doim yoshligimdan bu narsani bilaman. Xudoyim men tarafda har doim yordam beradi. Nima xohlasam shu bo'ladi. Yo'lingiz ochiladi. Yo'lim ochiladi. 100% deya olmayman, lekin 90% menda 90% hammasi o'xshayapti. Unda anu savolga qaytamiz, yangi filial ochish masalasiga. Aytdingizda, mana u yerda hozir ikkita momenti bor. Men so'ramoqchi bo'lgan. Birinchisi, masalan, men ayol kishiman dedingiz, uncha risk olish uncha yoqtirmayman, ba'zida masalan kerak emas menga ortiqcha finansiy yoki qanaqadir emotsionalniy shunimi.
Endi to'g'ri, biznesni kengaytirish, kattalashtirish bu o'ziga yarasha siz aytgandek har taraflama mas'uliyat yuklaydi. Lekin o'sha undan oldingi fikrga qaytadigan bo'lsak, haqiqatda o'sha sizni yoningizda turadigan yoki kerak bo'lsa o'sha shogirdingizmi siz ishona oladigan bitta qanaqadir условно qanaqadir управляющий qo'yib o'sha narsani balkim ochsa bo'lar. Faqat men bermoqchi bo'lgan savol o'sha klinikani ochishga haqiqatda shunaqa talab bormi? Ertaga ochsangiz, u yerda masalan deylik bu klinikada условно 100 ta odam keladi. O'tga hozir eshigingizni taqillatib nechta odam turibdi, biz bu yerga sig'mayapmiz, bizga yangi joy ochib beringlar degan shunaqa подписчикlar bormi? Boshqacha qilib aytganda o'ylab turishibdi. Endi men условно подписчик deyman. Faraz qiling, marojniy sotyapti ko'chada, o'zi 100 ta marojniy bor, u yerda 500 ta odam turibdi. Agar shunaqa очередь bo'lsa, men qo'rqmasdan sizni o'rningizda bo'lganimda lekin ochardim filialni. Ana odamni ham topardim. O'zim ishonadigan odammi. Chunki men bitta narsani bilaman. Eng bo'lmadi deganda men o'sha xarajatimni olib chiqib ketishga ishonaman. Chunki odamlarim bor. Patsientlar bor. Ko'nglingiz to'q-da. Da. Худший nima bo'lishi mumkin? 6 oydan keyin yopilish mumkin agarda boshqa patsient kelmas. В лучшем случае men biznesim 3 barobar katta bo'ladi. Degan nimada, ya'ni men upside ko'raman, risk tarafdan haqiqatdan men bor shunaqa patsientlarim siz. Balkim gazni bosish kerak. Qaror qabul qilish kerak. Maslahat uchun. Bu birinchi moment. Ikkinchi moment sizda women's leadership. Ayol o'zbekchasiga nima bo'ladi? Lider ayollarmi? Shu nima deydi? Konseptni siz ilgari surasiz, oldin ham, hozir ham. Ya'ni men risk olishni xohlamayman yoki men emotsional boshqa his qilishni xohlamayman degan narsa women's leadershipga qanchalik to'g'ri keladi? Bu qanchalik sizni nima deydi? Endi boshqacha qilib aytganda statusingizga boshqalar sizdan namuna olmoqchi, siz bo'lsangiz faqat siz qanchalik to'g'ri bo'ladi? И вообще o'zi hozirgi mana bizning jamiyatda siz ishlayotgan joyda qanaqa shunaqa qiyinchiliklar bor? Masalan, kimdir haqiqatda yorib chiqmoqchi, ayol kishi, menga joy beringlar, menga yer beringlar, men больница ochaman, men klinika ochaman, men maktab qurmoqchiman. Lekin meni ayol kishi deb menga ishonishmayapti degan qanaqa shunaqa qiyinchiliklar bor? Shunaqalar ko'ryapsizmi yoki bunaqa narsa bo'lmaganmi sizda? Bitta savol shu savolga yana. Hozir endi mix qilib endi javob beraman. O'zi assotsiatsiya tadbirkor ayollar assotsiatsiyasiga men a'zoman. Respublikada men endi tanishlarim, o'rtoqlarim juda ko'p. Ular meni davay Shahnoz ты же tadbirkor davay deb kirgizib qo'yishgan. Har xil master klasslar, tam biznes завтракlar, shunaqa tam ehsonlar yoki qanaqa boshqa narsalarda участвовать qilaman, aktivniman. Ular ham menga aytishadi, davay поддержка qilamiz, qarashamiz deyshadi. Endi bir xil paytlarda ko'proq o'zinikini nima deydi, endi xafa qila olmayman hammani rukovodstvoni. Но ko'proq o'zinikini itarishadi-da, я же как бы ничья, o'rtadaman, Shahnozaman. O'zi baribir odam o'zi harakat qilishi kerak-da. O'zingni orzuyingni orqasidan o'zing yugurishing kerak. Ikkinchi savolingiz mana bu qanchalik to'g'ri keladi tadbirkor ayolga komfort zonasidan chiqmaslik. Da. To'g'ri formulirovka dedingiz, ammo o'shani nima keltira olmayapman. To'g'rilab. Komfort zonasi. Men o'zim komfort zonamni juda ham yaxshi ko'raman. Ana обустроенный, chiroyli qilib qo'yganman, o'zimni mirokomni. Dunyoyim bor, dunyo qarashim bor. Komfort zonadan chiqaman, ko'pincha chiqaman. Qilib ko'raman. O'sha siz to'g'ri aytdingiz. Agar qilsam самое худшее nima bo'ladi, yopilib ketadi dedingiz. Shunaqa qilaman. Endi har doim bir xil desist qila olmaymiz. Tam ayol kishi tadbirkor mana bunaqa bo'lish kerak degan ramka тоже kimnidir boshidagi ramka mening boshimdagi ramka, miyamdagi ramkaga to'g'ri keladi. Shunaqa ayol tadbirkorlarni bilaman, uyda o'tiradi-da, onlayn o'tiradi. Tam narsasini pishiradi, o'shani sotadi. Boshqa, например, narsalar bilan shug'ullanmaydi. Mani случаymda
man sanab ko'raylik, mana anaqa ustozman, institutda dars beraman. Ilmiy ish bu отдельный отрасль. Baribir ilmiy ish boshqa yo'nalish. Boshqa dunyo. Ha, stomatologman. Biznes ledi, именно руководитель, shu главный vrachman, да, главный vrach bo'lish, bosh vrach bo'lish ham anaqa, bu ham bitta yo'nalish. Katta mas'uliyat. Katta главный vrach bilan o'sha bosh vrach bilan direktor bu har xil narsa. Уже считай 5 ta da. Keyin onaman, rafiqa, bola и ko'p, слишком ko'p narsani yuklab olganman o'zimga. Man o'zim bilan o'zim faxrlanaman. Bir xil bu narsani bilolmasligim mumkin. Kimdir mendan ham Ko'pchilik bilolmaydi. faolroq bo'ladi. Ko'pchilik bilolmaydi. O'shaning uchun men o'zimni nima deydi? Hozir ruschada ko'pincha gapirishyapti. Sindrom samozvanца deyiladi. Eshitganmisiz? Imposter syndrome. И o'zimga присваивать qilmadim ko'p narsalarni, ko'p pobedalarni, ko'p yutuqlarimni. Keyin sekin o'sha narsani o'zimga присваивать qilish uchun Shahnoza sen buni qilding deb o'zimga o'zim maqtashni boshladim. И слишком расслабилась, наверное. Ozgina sal bo'shashdim. Siz aytganingizdek, ikkinchi filial ochish masalasi ko'p xos keladi bu narsa miyamga, chunki xona yetishmovchiligi bor bizda. Laboratoriya, например, kerak bizga. Laboratoriya, men miyamda ancha yillardan beri o'ylab yuribman. Laboratoriyamiz kerak, o'zimizni o'sha rentgen, skaner, 3D printer, boshqa har xil ishga kerak bo'lgan narsalar kerak. Buni men o'ylab yuribman. Bilaman bu narsani qilaman baribir. Hozirmi? Yarim yildan keyinmi, 2 yildan keyinmi, 5 yildan keyin. Lekin bilaman, shu tezroq qilishim kerak. Lekin qilaman. Degan narsa strategiyada bor. Filial ochish strategiyada bor. U anaqada viloyatlarda ham. Вопрос времени. Вопрос времени. No ochiladi, no qilinadi. Просто nima deydi? Ko'p ustanovkalar bor miyada. O'sha nima deydi o'zbekchasiga? Ramkalar, ustanovkalar bor. Mana bunaqa hozir sherikchilik anaqa mumkin emas. Tam 2-3 ta sherik bo'lsa bir-biri bilan urushib qoladi degan narsalar bor. Investor masalasi to'g'rimi, qanchalik to'g'ri? Men har doim harakat qilaman o'zim qilishga, kimnidir qo'shmaslikka. O'shaning uchun, видимо, немножко тормозить qiladi. Ozgina sal o'zim тормозить qilaman. Ishimni qotirib turaman, to'xtatib turaman. Lekin agar o'zim mishleniyam bilan ishlasam, agar yo Shahnoz давай deb o'zimga o'zim договориться qila olsam, buni boshlayman. Это тоже, как вы сказали, вопрос времени. Bu yaxshi, bu, конечно, bu yaxshi подход. Vadim Zeland degan nima bor, fizik bor nimalar, eshitib turasizmi? Da. O'sha ham aytadi-yu, nima decision makingda qaror qabul qilayotganda razum bilan dusha deydimi? O'shanda ikkalovi bir-biriga kelish kerak. Da, o'sha menda ham, balki sizda ham, mana boshqalarda ham shu narsa bo'lishi mumkin. Masalan, aql, fikr yoki qilish kerak yoki qilish kerak emas desa, masalan, ichidagi nimasi, yuragi, qalbi yoki teskarisini aytadi. Ya'ni shu birga kelganda o'sha narsani qilsa, bilmadim, bitta ikkita nimalarda, misollarda men sinab ko'rganman, ishlagan. Menda ham shunaqa. Qanaqadir qabul nima deydi, o'sha qaror qabul qilganimda, agar o'zimni yaxshi чувствовать qilsam, his qilsam, значит to'g'ri bo'ladi. Eng to'g'ri qaror bo'ladi. Agar ikkilansam, o'zimni g'alati his qilaman. Например, meni bitta katta joyga ishga taklif qilishdi. Zarplatasi ham 2 barobar hozirdan ko'p masalanda. Lekin tortmayapti-da. Bilmayman, nimaga unaqa deb o'ylayman, javob yo'q. Lekin ular ham jim bo'lib ketishdi. Men ham jim bo'lib, lekin shunaqa o'zimni yaxshi his qilaman. O'shaning uchun behikmat emas-da. O'zini nimasi bor, sababi bor. Lekin aytolmaymiz, oldindan eshitdim. Может быть, yarim yildan keyin o'sha joy men uchun yaxshi, manfaatli bo'ladi. Yarim yildan keyin может borarman o'sha joyga, menga yoqadi. Lekin hozirgi holatimda menga kerak emas o'sha joyda ishlash. Qaror qabul qilish bo'yicha nima deydi? Hamma kitoblar yozib bo'lingan, hamma gaplar aytib bo'lingan. Lekin mana shu o'sha Zelandning nimasi ko'p nimalarda ishlar ekan. Ikkita vaziyatda men sinab ko'rganman, bu bor narsa ekan.
ya'ni o'sha mana nimaga ham aytamiz auditoriyaga aql bilan qalbni bir mutanosiblig'i ikkalasi ha deganda o'sha to'g'ri katta ehtimol bilan to'g'ri qaror nima bo'lardi To'g'ri. xulosaga kelinarkan. Mana nima so'ramoqchi edim sizdan. Faraz qiling, nimadir force major bo'ldi. Endi hayotda hamma narsa bo'ladi. Masalan, biznesingizni bir oyga kimgadir topshirib yo'q qolishingiz mumkinmi? Ishlayveradimi biznes siz bo'lmasangiz ham? Bu endi eng biznesmenlarni orzusi kimdir уже bu narsaga kelib bo'ldi уже chunki strategически shu narsa yo'lga oyog'ini urdi и как бы bordi yetib bordi shu siz ham klinika ishlash kerak yoki shu joyim biznesim ishlash kerak. Manda пока unaqa emas chunki man aytganimdek ilmiy ishim bilan shug'ullanib klinikam qolib ketdi. O'tgan yili защита qilganman, himoya qildim. Mana bir yil bo'lmadi полностью o'zimga olgan. Hali endi порядок qilyapman. 4 yil yurganman o'zim endi tashlab qo'yganman. Qayerdadir tekshirganman, qayerdadir tekshirmaganman. Hozirgi kunda mansiz klinika baribir ishlamaydi. Lekin shu mani maqsadim. Mansiz ham, например, bir oyga ketamanmi, bir haftaga ketamanmi, bir hafta ishlaydi, klinika ishlaydi. Bo'lganmi unaqa? Bo'lgan. Testdan o'tganmi? O'tgan. Unda 2 hafta qilish kerak. Lekin 2 hafta 10 kundan keyin muammo paydo bo'lib qolgan уже. Ushib qolib, siz keraksiz endi. Men kerak bo'lganman. O'shaning ustidan ko'p xodim, bir ikkita xodim bir-biri bilan urushib qolgan. Men ularni urishganman, kimdir ketgan, даже увольнение bo'lgan. Endi bu bo'ladigan narsa. Bo'ladi. Buzib qo'ygan ko'p narsada. Bitta xodim buzib qo'ygan yoki bemor skandal qilib, har xil vaziyatlar bo'ladi. Hozircha men tashlab ketolmayman, lekin уже men ko'ryapman klinikamdagi, komandamdagi bir ikkita a'zolarni liderskiy nima deydi, sposobnostlari bor. O'shalarni o'zimga sekin preemnik qilib tayyorlab boraman. Lekin ular stomatologda. Stomatolog bo'lganim uchun sal qiyin. Ham stomatologiya bilan shug'ullanish ham upravlение bilan shug'ullanish. To'g'ri. Mana hozir lider dedingiz. Auditoriyaga ham masalan qiziq bo'ladi, ayniqsa yoshligi. Shu yerda o'tib ketsa mana lider bilan o'zi shu upravляющий. Masalan, shu biznesda konkretno u stomatologiyami, boshqa ishlab chiqarish qanaqadir biznesmi? Nima farqi bor? Masalan, bo'ladi. Lider bilan upravляющий. Mani fikrimcha, upravляющий lider bo'lishi kerak. Lider bo'lishi kerak yoki даже lider bo'lmasa ham qanaqadir disiplinasi bo'lishi kerak, upravляющийni tartibi bo'lishi kerak. И стержень, как говорится, o'zini xarakteri, shijoati bo'lishi kerak. Albatta upravляющий odam, mas'uliyatli odam bo'lishi kerak, chunki senga butun klinikani ishonib ketishyapti, tashlab ketishyapti, tashlab qo'yishgan, ishonib qo'yishgan. O'zingni как xodimdek his qilish kerak emasda, o'sha upravляющий. O'zini klinikasiga qaragandek yoki o'zini shu biznesiga qaragandek qarash kerak. No lider bu shunaqa odamki, meni fikrimcha, u komandasini yoki o'zini o'sha kichkina komanda bo'ladimi, katta komanda bo'ladimi, uni o'zini orqasidan tortish kerak. Lider bu degani, "Davay, men oldinga ketdim. Sizlar davaychi qila olasizlar" deb xohlasang qil, xohlasang qilma emas. Davay, senga nima yordam kerak? Nima senga qanaqa qiyinchilik bo'lyapti? Nima muammo bo'lyapti deb qanaqadir yordam beradigan, davay deydigan va motivatsiya beradigan odam kerakda. Lekin upravleniyada ham motivatsiya, ham disiplina ishlaydi. Motivatsiya yaxshi, lekin motivatsiya pasaysa, nima deydi? Endi ish ham operatsiyon nima bo'ladi? Xatolar boshlanadi. Shuning uchun disiplina bo'lsa, boshida, конечно, qiyin bo'ladi. Hammani vaqtida kelishga o'rgatishdan yoki hamma vaqt nima deydi, kiyimini kiyishi, bir xil сотрудник almashtirgisi kelmaydi, o'sha smenkasini almashtirgisi kelmaydi. Xalatingni kiy, soqolingni, baribir o'sha narsani o'rgatib, harakat singdirish kerak. Chunki bu klinikani yoki komandani pravilasi, o'sha qoidalari, qoidaga rioya qilsa,
disiplinaga rioya qilsa, думаю, uspeh ham bo'ladi o'sha. Mana shu yerda qo'shilaman gapingizga. Siz menga bilasiz, kimni eslatdingiz? Hozir Elon Muskni eslatdingiz. Unga ham mana shunga o'xshagan savol berishganda, bitta misol bilan ikkala savolni yopib ketgan. Tesla o'sha qiyin paytlarida degan, men ishxonaga borib, shu podryad bir hafta 10 kun ishxonadan chiqmasdan stol tagida uxlardim degan. Nima degani desa, lider ham shu yerda, upravляющий ham shu yerda. Motivatsiya ham bor, disiplina ham bor, hamma narsa shu yerda. To'g'ri. Qarang, молодец. O'shani eslatdingiz, chunki baribir bir-birini to'ldiradi. Ular. Da. Keyingi savol qarang. Bilamiz, Instagramda faolsiz. Shaxsiy brend degan narsalar bor. Mana shu Instagram faoliyati umuman sizni ilmiy faoliyatingizga yoki biznesingizni masalan yurgizishda qanaqa roli bor, qanaqa ahamiyati bor? Qanchalik shu shaxsiy brendni umuman shakllantirish, uni yurgizish, rivojlantirish qanchalik sizga muhim va masalan deylik, qancha vaqtingizni oladi shu faoliyat? Umuman. Savol ichida savol. Qanchalik muhim, qancha vaqtingizni oladi shaxsiy brend bilan ishlash? Endi hozir lichniy brend bu davr talabi bo'lib qolgan. Endi har bitta mutaxassisni qanaqadir yoki stranichkasi yoki qanaqadir sahifasi bo'lishi kerak. Nima uchun? Chunki hozir bemorlar, patsientlar, klientlar как, например, даже stomatologiya meditsina sohasi bo'lmasin, boshqa любой sohada ham sani tanishligi uchun ko'rishligi kerak-da. Ko'rish kerak. Qayerdan ko'radi? Yoki bu Instagram bo'lishi mumkin, yoki bu Telegram kanal, yoki tam YouTube yo boshqa ommaviy axborot vositalari orqali bo'lishi mumkin. Albatta, men endi oldindan ishlaganman. Oldin endi bunaqa любительский bo'lgan. Endi sekin-sekin professional darajaga olib kelyapmiz. Endi Instagramsiz yo boshqa narsasiz ham bilishgansiz. O'sha orqali sarafanniy radio orqali kimgadir maslahat beradi. Mana Shahnoz Rasuljonova bor ekan, borgin deydi. Lekin sarafanniy radio baribir sal pasaytiradi tempida, mana shu o'sish tempini pasaytiradi. Instagramda sani ko'proq odam tinglaydi, ko'radi. Например, bitta bemorim studentka bo'lsin yoki bu o'quvchi bo'lsin maktabda, u o'rtog'iga aytadi, u Instagramga kiradida, ko'radi. Shunaqa qilib menga bemorlarim soni ko'payib ketdi-da. Oldin hamma bir-biriga aytardi, hozir Instagramda подписчикларim уже yozishni boshlayapti-da. Endi bemorlarim soni ko'p bo'lgan sari men endi hamma narsani ulgurmayman o'zim qilishga. Klinikani yurg'izishga nima deydi? Finansiy holatini yaxshilayapti. Chunki menga kelgan bemorlar men распределять qilaman. Terapevtический holati bor, tishlarini davolash kerak, vrachga topshiraman. Yoki детское lечениеda boshqa vrachimga topshiraman. Yoki ortodontiya yengilroq bo'lsa yoki именно spetsializированный problema bilan kelsa, o'sha ortodontimga topshiraman. Именно o'shani yaxshi qiladi u ortodontim. Shunaqa qilib men hamma klinikamdagi vrachlarga nima deydi, topshiraman. O'zim ham plusda bo'laman, vrachlarim ham plusda. Bemorlar ham xursand, kimgadir skidka beriladi yoki endi hamma masalalar. A tak Instagram juda ham полезный, lekin uni ham to'g'ri olib borishni bilish kerak ekan. Chunki har narsa qo'yaversang, sani chalg'itadi, followerlarni chalg'itadi, endi o'zingni ham chalg'itadi. Qancha vaqt ketadi Instagramga endi men aytolmayman, sanab ko'rmaganman. Bir xilida umuman hech narsa qo'ymayman. Shunaqa kun bo'ladi. Umuman vaqtim yo'q. Bir xilida juda ham ko'p narsa informatsiya bo'ladi. Men например bugun ertalab kecha 7 ta zadacham bor edi. 7 ta lokatsiyaga borib ishim bor edi. Mana bu 7-lokatsiya. O'shalarni hammasini qo'yishga harakat qilaman. Chunki bemorlarim yoki подписчикларim meni qanaqa faolligimni ko'rishini yoki mendan o'rnak olishini xohlayman. Yoki talabalar, menda juda ko'p talabalar menga obuna bo'lgan. Yaqinda 2-3 ta reels dars paytida reels qo'ydim. Va 3 kun ichida 30 mingta prosmotr bo'ldi. Shunaqa talaba ko'plar yozdi. Ajoyib. Xursand bo'ldim, chunki qiziq ekan. Значит, menga
ular поддержка qilib yozishdi, kimdir motivatsiya oldi, kimgadir bu yoqdi, kimdir hate yozdi. O, говорю, первый хейтер deb xursand, shunga ham xursand bo'ldim. Shuni Chunki so'ramoqchi edim. da, это, ну endi heyterlarim unaqa ko'p emas manda. Endi Anaqa ko'radi, lekin chunki endi anaqa набирает обороты-da. Ну, bunga tayyorman, chunki nechta mani o'rtoqlarim bor, bloger o'rtoqlarim, tanishlarim aytadi, "Oy, это normal holat. Bu heyter bo'lgani ham yaxshi." Ну, endi черный пиар я не очень приветствую. Хороший, там, yengilroq piar bo'lsa, ну, endi men piar istmayman o'zimni, пока что. Пока что o'zim men bu faoliyatim ham yetadi. Вот. O'tda publikatsiyalarni kim tayyorlaydi? Komanda bilanmi yoki ideyalar asosan o'zingiznikimi? Nimani post qilish kerak? Qanaqa vaqt post qilish kerak? Yoki qanaqadir kalendar bormi yoki ssenariy bormi endi? Endi bilasizlar, bez plana baribir qiyin. Baribir qanaqadir plan bo'lishi kerak, ssenariy, ya'ni ssenariy. Tam bir oyga kontent plan bo'ladi yoki mana shu 2 oy ichida mana shu narsani ko'rsatishimiz kerak, ko'proq buni yoritishimiz kerak, ko'proq u muammoni yoritishimiz kerak. Mana yaqinda bizni klinikada aksiya qildikda, tam bolalarga, oilasida 2-3 bolasi borli oilalarga biz aksiya e'lon qildik, qanaqadir skidka. O'shalarni sekin olib borib, razogrev qilib ko'rsatdik. Bemorlar keldi. Ularga ham foyda bo'ldi, bizga ham foyda bo'ldi. Bir xilda ideya shundoq kelib qoladi. Mani o'zimga keladi yoki mani shu yordamchimga ideya keladi, fikr keladi, давайте shuni qilamiz deymiz. Даже, например, 12 ta yoki 16 ta yoki 20 ta rejalashtirilgan videodan tashqari o'sha videoni tam yechib tam olamiz, snimat qilib olamiz, o'shani targ'ibot qilamiz Instagramda. Chunki agar shu fikr kelgan bo'lsa, bitta sanga kelmaydi u fikr. Parallelni 2-3 ta odamga kelishi mumkin. O'shaning uchun birinchi bo'lib uspet qilish kerak. Chiqarib olish kerak. Agar chiqarmasam, men o'zimni g'alati his qilaman. YouTube'da kanal yurg'izmaysizlarmi? Hali yo'q, lekin perspektivni plan. Nimada bor? Bor. Rejada. Rejada bor. Men so'raganim, masalan, endi mana siz klinikadasiz. Endi bu stomatologiya emas, boshqa masala yo'nalishlarni ham olsak, u nevrologiyami, u qanaqadir kardiologiyami, boshqa va hokazo. Nimadir qanaqadir mini operatsiya yoki qanaqadir protsedura qilish kerak-da, men просто o'zimga qiziq bo'lgani uchun shuni topib YouTube'da ko'raman-da. Qanaqadir joylarda podpiska ham bosib qo'yaman-da, agar haqiqatda foydali bo'lsa. Ayniqsa mana o'g'lim nimaga boradi, massajga boradi, planiga boradi, shunaqa videolar ko'p ko'rganman. Keyin nima qilganman? O'shalarga podpiska qilganman. Bir ikkitasiga borganman ham klinikada, O'zbekistonda-da. Ya'ni ular nima qilgan? Ular chista vizualni ko'rsatyapti. Masalan, qanaqa operatsiya qilinadi yoki qanaqa massaj qilinadi va hokazo va hokazo. Men realni nimada, realni времени nimada kerak bo'lsa, o'sha vebinarlar ham boshlanib ko'rganman-da. Bu ham qiziq narsa ekan, foydali. Yaxshi ideya. Ham обучающий, ham nimaga? Primoy efirlar qilamiz. Primoy efir ham bor. Mana breket yopish, mana endi ortodontiya sohasida bo'lganim uchun qanaqadir shu именно protsessdan primoy efirlar yoki videolar olamiz, endi spetsialni montirovать qilib o'shalarni qo'yamiz. Qanaqa yopishtirish kerak, qanaqa diagnostika qilish kerak, qanaqa konsultatsiya olib borish kerak. Hozir yaqinda mana shu ideya keldi, 2 hafta oldin, mana sekin-sekin уже bugun erta reklamani boshladim. Reklama emas, даже reklama ham kerak bo'lmay qoldi menga, chunki obunachilarimiz ichida talabalar, ordinator, magistrlar bo'lgani uchun просто Instagramga stories qo'yaman. Organik ketaveradi. Bir-biriga delиться qiladi. Mana skoro biznes zavtrak emas, полезный завтрак e'lon qildik. Полезный завтрак degani bu nima? Konsultatsiyani qanaqa to'g'ri olib borish. Qanaqa qilib sen bemor orqasidan emas, bemor seni orqangdan kelsin. Qanaqa qilib u bemor именно senda qolsin, nafaqat senda qolsin, no'y tanishlariga, o'rtoqlariga seni konsultatsiyangga borishni taklif qilsin degan o'tkazmoqchiman. Uchrashuv bugun erta bugunni o'zida уже yarmi anaqasi yig'ildi. Qiziq. Участниклari yig'ildi. Lekin uni ham fishkalari bor ekan. Bir xilda aytishadi,
количество ограничено deb yozib qo'ysang сразу yozilishadi Ha, deyishadi. bor shunaqasi. Да. No lekin реально ограничено bo'lgani uchun shunaqa yozganmiz. Ya albatta realniy bo'lsa yozish kerak. Да. Uni masalan odamlarni chalg'itib yoki yolg'on gapirib shakta emas. Chunki rostdan ham ограниченный bo'ladi. Shunaqa Hammani qabul qila olmaydi. 15 ta odamdan ko'ra men lutchi o'sha 10 ta odamni yig'aman, tushuntiraman, menga osonroq bo'ladi ishlash. Xuddi shu nimadan buni qiyoslab oldim? Talabalarni sonida. Men 10 ta talaba bilan menga ishlash oson. 20 ta talaba bilan qiyin, естественно. Endi leksiyani gapirmayman, leksiya u boshqa yo'nalish. Именно praktik dars bo'lsa, har bittasiga tushuntirib, tushundimi, o'shani qabul qildimi, bilib olishim uchun menga soni пока что endi boshlayotganim uchun, наверное, shunga пока kichkina auditoriyaga. Unda kichkina to'g'ri test qilinadi, ko'rish kerak. Qanaqa ish test kerak. qilamiz. Tam уже o'zgartirsa bo'ladi. Qiziq. Bo'lmasam, yana bitta mani yana qiziqtirayotgan balki auditoriyaga ham qiziq bo'ladi. Keling, mana shu biznes faoliyatingiz bilan ilmiy faoliyatingizni bog'lashga harakat qilamiz. Ya'ni klinikada masalan o'sha talabalik davringizda yoki o'sha PhDda o'qigan, o'rgangan ilmlaringizni, bilimlaringizni va aynan sizni o'sha ilmiy ishingizda masalan o'rgangan metod deydimi, qaysilarini yoki qaysi taraflarni, qaysi elementlarini mana biznesda bir misolda aytib bera olasizmi? Qaysilarini siz qo'llayapsiz? Amaliyotda foydasi beryapti, foydasi ko'rinyapti. Yaxshi savol. Ilmiy ishimni uzoq vaqt qilganim uchun 2018-yildan beri bemor yig'ishni boshlaganman. Даже 17-yildan beri yig'ishni boshlaganman. Hozir 2024-yilda zashita qildim. 8 yilmi? 7 yil. 7 yil bo'lyapti. Men unaqa 3 yilda tez zashita qilib, anaqa qilgan olim emasman. Tez yozib, chiqarib, taqdim qilib, unaqa emas. O'zim realniy patsientlarimni ko'rib, har bitta bemor bilan gaplashib yoki ustozlarimni bemorlar, ular ham endi berishgan, chunki ularni guruh o'sha bemorlari, diagnozlari bizani tadqiqotimizga to'g'ri kelgan, lekin ular bilan ham hammasi bilan tanishdim, chunki men shogirdlik tushgan paytimda ular kelar edi. Har bitta bemor bilan o'zim ishlagan bo'lganim uchun menga qiziq bo'lgan, qanaqa qilib men operatsiyonkani tezlashtirsam bo'ladi, qanaqa qilib men ruchnoy metoddan sifrovoy metodga o'tkazsam bo'ladi degan savol bo'lgan. Ikkita programma taqdim qilganmiz. Patentimiz bor. Ikkita sifrovizirованный programma. O'sha programmani hozir konsultatsiya, diagnostika paytida o'tkazaman ishxonada. Klinikadagi vrachlarim, ortodontlarim ham ishlatishadi, shogirdlarim, magistrlarim ishlatishadi. Bu antropometrik tekshirish usullari bo'yicha va rentgenologik tekshirish usullari bo'yicha. Biz ekonomический effektivностini tekshirganmiz. Vaqt masalasida 2 barobar, 3 barobar, bittasi 2 barobar, bittasi 3 barobar vaqtimizni kamaytirib bergan. Вот. Bu keyin ilmiy yo'nalishimda shu temamga oid algoritm lechения taklif qilganman. Plan lechения, algoritm lechения. O'shani hozir qilamiz klinikamizda. Bemorlar bilan непосредственно ishlayotganmiz. Siz o'sha Tiprost bilan bog'langan temam distal tishlovli bemorlarda o'sish tipini o'rgangan holda tashxislash va davolash usullarini taklif qilganmiz. Hozirgi kunda shu vertikal o'sishli bemorlarda shu mikroimplant yoki o'sha boshqa nakladkalar orqali biza nafaqat tishlarni tekislab, ровно o'sha tekis qilib beramiz, no и estetik parametrlarini to'g'rilaymiz. Ko'rinishini. Chunki hozirgi kunda estetika birinchi o'rinda bo'lib qoldi bemorlar uchun. Ular chiroyli gollivudskiy ulыбка, Gollivud ulыбкасini xohlashadi. Lekin bizni ko'pincha ham funksional o'sha funksiyasini to'g'rilaymiz, korreksiya qilamiz va estetika bilan bog'laymiz bu narsani. Chunki ko'plar aytadi, bu brekit qo'yganimdan tishlarim oldinga chiqib ketdi, lablarim bo'rtib ketdi, kulganimda chiqib ketdi deyishadi. Shunaqa bo'lmasligi uchun klinik o'sha davolash paytida shu narsalarga urg'u berib biz taklif qilamiz. Bu ham bemorlarni
уровень счастья o'sha xursandchiligini xursand bo'lib rozi bo'lib kayfiyatini ko'tarib ketadi и boshqalarga taklif qiladi shu klinikada qarang ilmiy asoslangan metodikalarni qo'llashar ekan deb aytishadida endi bu естественно biznesga ta'sir qiladi psixologik qanaqadir moddiy ma'naviy hamma taraflama bu judayam katta yutuq. Buni auditoriyaga ham yana bitta eslatib o'tish kerak. Ilmga asoslangan bu konkret bu yechimni taklif qilish bu uncha masalan klinikalarda qanaqadir tajribada yo'q desa ham bo'ladi. Chunki men ham ko'p boraman har xil klinikalarga, kerak bo'lsa eshitaman, doktorlar bilan gaplashaman. O'zi gaplashganingiz o'zi ma'lum bo'ladi-da. Ya'ni nima deyotgani u masalan stajyor bo'lishi mumkin yoki 3-4 yillar ishlayotgan, lekin aynan konkretno qanaqadir metodologiya yoki metodga asoslangan bir yechimni taklif qilayotgan bo'lsa, u keltirib bera oladi. O'sha yerda o'zida bilasiz, ijobiy natija olish ehtimoli juda katta. Ular bilan ishlashga harakat qilasiz. Ishonadi-da o'sha bemor ham. Bemorni aldab bo'lmaydi. Aldab bo'lmaydi. Birinchi konsultatsiyani o'zida bemor уже nima deydi, qaror qabul qiladi. 50% ga bo'lsa ham qaror qabul qiladi. Mana shu doktor bilan ishlayman. Bu menga yoqdi. Menda bemorlarim 100% qoladi demayman. 80dan oshib 85% bemorlarim qoladi. Buni tizimga olishing kerak. Bemorni aldab bo'lmaydi. Uni tizimga olishing kerak. Biznesni nimasini olish kerak. Chunki bemor bu sandagi odam u ham o'qimishli, u ham o'zini o'rniga qo'yib ko'rish kerak. Ko'rish kerak. No'rni. Bemorlarni aldab bo'lmaydi. Xohlasan ham, xohlamasan ham. Xo'p, oxirgi endi bu savolni bermasam menimcha xato bo'ladi. Baribir sun'iy intellekt, iskustveniy intellekt degan narsalar hozir chiqib ketdi. Sizni tajribangizda shu biznesda kerak bo'lsa, mana shu so'nggi texnologiyalardan foydalanish masalasi yoki ularni qo'llash yoki joriy qilish savollari qaysi holatda yoki sizlarda boshlanganmi bu jarayon o'sha? Yaxshi. Aktual savol, aktual muammo, aktual yechimlar bor. Bizani klinikamizda tashxislash va davolash usullarini biza shu искусственный intellekt programmalari bilan birgalikda olib boramiz. Masalan, shunaqa rengenni hamma biladi, rengen nimaligini hamma biladi. Rengen turlari ko'p. Ko'pincha ortodontiyada shu 3D rengen, sefalometrik tasvirlar hammasini biz tahlil qilamiz. Biz oldin o'sha o'qiyotgan paytimizda ruchnoy o'sha qo'lda o'sha tasvirlarni tahlil qilardik, burchagini o'lchirdik, tishlarni egilish burchaklarini, jag'larni o'sish tipini, qanaqa o'sgan, hammasini sifrada yozib, tak, mana 75 ekan, normadan past, yo'q bu 82 ekan, normadan baland tahlil qilardik. Lekin bu juda katta men uchun maktab bo'lgan. Hozir uyg'otgin, kechasi uyg'otib mana burchak nimaligini anglatadi, hammasini bilaman. Hozirgi kunda nafaqat men, butun shogirdlarim shu 8 ta bo'ladimi, 7 ta bo'ladimi, hammasi smenadagi shogirdlar ham programmada qiladi bu narsani. Vaqti kamroq ketadi. Подписка bo'lish kerak, bunga o'sha qanaqadir mablag' ajratiladi. Klinikani расходlariga kirib ketadi bu mablag'. Shu tashxislash usuli bizani vaqtimizni tejaydi va professional darajaga olib keladi. Keyin bemorga ko'rsatishga taqdimot qilayotganda ko'rsatayotganimiz mana sifralar bilan tahlil qilingan, 3D vizualizatsiya qilib biz ko'rsatib beramiz. Bemor bilmaydi-ku qanaqa mana tishlarim olinsa qanaqa ko'rinishda bo'laman, tishlarim например surilsa qanaqa holat bo'ladiman deb o'ylaydi, savol beradi. Biz senga mana shunaqa qilib beramiz, mana bunaqa kutiladi. Endi 100% emas, endi естественно meditsinada 5% pogreshность bo'ladi. Ko'rsatiladi. Shu bemorni yanada o'sha qaror qabul qilishiga yordam beradi. Bizga ham yordam beradi. Tam vaqt так далее, hamma savollarni yopadi, перекрывать qiladi. Keyin biznesda esa CRM sistema, bizda programma bor.
bemorlarni biz yozamiz, o'sha o'zini tam grafiklari bor, raspisaniyalari bor, hamma finansiy tarafini sanab beradi, kassirga ham, buxgalterga ham hammaga yengillik yaratadi, vrachlarga ham yengillik yaratadi. Avtomatlashtirilgan. Avtomatlashtirilgan, oldin daftarda yozilardi, esingizda anketalar to'ldiradi. Hozir hammasi shu nima deydi, programmani ichida 30 gradus ishlatamiz bizada. Bizani отечественный bu program, O'zbekistonni Bizada ham hozir yaxshi rishlanganlar bor, CRM bo'yicha. Yaxshi programmalar Медицинский yozishgan. программа, именно. Da. Shunga. Ajoyib Shahnoza. Xo'p, bo'lmasam qisqaroq qilamizda suhbatimizning oxirgi qismiga bo'lmasa kirsak, men sizga qito'laydigan blitz 5-6 savol beraman, shu bilan nima qilamiz? Unaqa savollardan qo'rqaman. Yo'q, savollar xitr emas. Savollar nima deydi? Oddiy. Masalan, deylik, klinika yoki biznes boshqaruv. Klinika yoki biznes, имеется в виду Yo'q, unisini yo'q bo'lsa tanlash kerak. Da. doktor bo'lib ishlash. Vrach doktor bo'lib ishlash yoki biznes boshqaruv. Это же blitz, tezroq javob berishim kerak-ku. Da. Tezroq qaror qabul qiling. Masshtab uchun biznes boshqargan. Biznes boshqaruv. Xo'p, talabalarga ma'ruza o'qish yoki klinika. Ma'ruza o'qish. Klinika. Komfort zonani yaxshilab belgilab. Ya mayli klinika. Lekin hali ma'ruza o'qib ko'rmaganman. Hali katta auditoriyaga. Yo'q, talabalarga dars berish, Da. O'sha narsada. Klinika. Xo'p. Raqs yoki rasm chizish. Raqs, albatta. Raqs. Men yoshligimdan raqsga tushaman, sevaman. Jamoa bilan majlis yoki yakkaxon research, tadqiqot. Tadqiqot. O'zi ishlaysiz. Yakkaxonda. Hop. Ijtimoiy tarmoqlar yoki akademik jurnallar. Akademik jurnallar. Da. Instagram yopamizmi, chopamizmi? Men, например, nimadir men bu yerda hozir boshqa masalada полезный informatsiyani qayerdan olsam bo'ladi degan narsani qildim-da. Конечно, akademik jurnal. Xo'p. Lider yoki mentor? Mentor. Chunki bu narsada men ko'p yilda. Choy yoki kofe? Kofe. Badiiy adabiyot yoki biografiya? Biografiya. Ortodont vrach bo'lmaganingizda qaysi kasb egasi bo'lardingiz? Ikkita kasb egasi bo'lardim. Dizayner bo'lardim. Juda raqsga va rasm chizishga, o'sha именно liboslarni chizishga qiziqardim. И raqs men juda ham yaxshi ko'rardim. Ashula aytaman, тоже, кстати, если bilinglar. Ashula aytishni yaxshi ko'raman va raqqosa bo'lmoqchi bo'lganman. Endi bu narsani hech kimga aytmaganman, это sekret. Oyimlar ham bilmaganlar, hech kim bilmaydi. Lekin agar meditsina shu yo'nalishni tanlamaganimda, tvorчествоni tanlardim. Lekin men shunaqa xitrayman, shunaqa молодецman, что professiyamni o'sha tvorчество bilan bog'ladim. Unda bu oxirgi savol bo'lmagan ekan. O'sha joyini bog'lab bering endi. Masalan, o'sha ijodiy taraflaringiz, o'sha raqsmi, u masalan rasm chizishmi, hokazo. Aynan klinika bilan yoki mana bu shu meditsinada kasbingiz bilan qanaqa bog'liqligi bor yoki qaysi jihatlari shu yerda ko'rinadi? Sizga yordam beradi kerak bo'lsa. O'zi stomatologiyani yo'nalishlari ko'p. Terapiya, ortopediya, xirurgiya, ortodontiya va boshqalar. O'sha ortodontiya meni fikrimda, nazarimda ko'proq tvorческий, o'sha ijodiy yondashuvga o'xshaydi. Chunki ortodontiyada bu трехмерное воображение yoki даже пятимерное воображение bilan 3D, 5D tasvir bilan ishlash kerak. Masalan, bu yoqqa sursam, tishlarni itarsam, jag'larni o'stirsam qanaqa ko'rinishda bo'ladi degan fikrlar bo'lishi kerak-da. Strategический planlar, o'sha fikrni
nuqtalarni bog'lash nuqtalarni bilish kerak, bog'lashni ya'ni. bilish kerak, da. Ha. Endi boshqa yo'nalishlarni xafa qilmoqchi emasman. Terapiya judayam hamma stomatologiyani onasi hisoblanadi. Tishlarni davolash, o'sha ildiz, karies, boshqa narsalar. No, uni protokollari bor-da. Mana ortopediyada ham tish chaqlayotganda mana buncha bo'lish kerak, mana bunaqa bo'lish kerak, balandligi bunaqa bo'lish kerak degan narsalar bor. Ortodontiyada shu prikusdan bu tishlovdan u tishlovga o'tishing uchun har xil yo'llar bilan kelsang bo'ladi. Yoki pastki jag'ini o'stirasan, yoki yuqori jag'ini orqaga там как бы Vrachni fantaziyasiga bog'liq ekan. fantaziyasiga bog'liq. Uni nima deydi? Fantaziya emas, как сказать, idealniy prikus tasavvuriga bog'liq-da. Vrach osonroq yo'l bilan yoki qiyinroq yo'l bilan bo'lishi mumkin. Bir xilli tishlarni olib tashlaydi, tortadi. Kimdir bittalab tortadi, kimdir tishlarni hajmini kichkinalashtiradi. Har xil yo'llar bilan o'sha prikusga keladi. Men hamma yo'llarni ishlatishni yaxshi ko'raman. Unaqa ham, bunaqa ham, bunaqa ham, bunaqa. Qaysi biri o'sha anaqaga to'g'ri kelsa, mani muddatlarga tam o'zi mani xursand qilsa, bemorni xursand qilsa, o'sha yo'l bilan keyin davom ettiraman. O'shaning uchun ortodontiya endi ko'plar xafa bo'lsa kerak, stomatologiyani eng tvorческий nima deydi? Qismi, bo'ldimi. Shuning uchun o'zi ortodontiyada hamma ham ortodont bo'la olmaydi. Lekin ortodont terapevt ham bo'la oladi, ortoped ham bo'la oladi, boshqa yo'nalishlarni tanlay oladi. Ikkinchi как бы специальность. Qolganlar ortodont bo'lishga qiynalishadi. Hamma ham ortodont bo'la olmaydi, lekin dizayner bo'la oladi. Shunaqa xulosa qilib. Da, o'shaning uchun dizaynerstvo, o'sha tvorчество, ijodiyot ortodontiya bilan bog'liq bo'lgani uchun Qiziq. bog'lab yuborganman-da endi. Yaxshi Zo'r ko'raman. kombinatsiya. Yaxshi ko'raman. Zo'r. Rahmat. Bo'lmasa shu nuqtada suhbatimizga yakun yasaymiz. Rahmat sizga. Sizni tashrifingiz uchun katta rahmat. Mazmunli, qiziqarli suhbat uchun. Xudo xolasa, nasib qilsa yana bir alohida suhbat qilamiz. Biznes kengaysin. Iloyim, sizlarni ham ishingizga omad. Bizga shunaqa sharoitlar yaratib berdinglar. Mana English for Science'ga borganman. Bu yil ham искусственный intellekt bo'yicha kursga bordim. Xudo xolasa yo'llaringlar ham ochilsin. Bizga ham shunaqa podдержкаlar qilib yuringlar. Foydasi tegayotganimizda biz xursandmiz. Juda ham foydali shogirdlarga o'rgatinglar. Shogirdlar olib kelganman, kстати, shogirdlarim kelyapti. Maqolalar yozaylik birgalikda. Rahmat. Ilmiy darajalarimiz Oshirsin. butun respublika bo'yicha balandlashsin, Ilm yoyilaversin. Rahmat, katta Rahmat, taklif uchun, Shahnoza. ishonch uchun.